Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli biologiya ixlosmandlari. Sizlar bilan demak 5 darsligi bo'yicha oxirgi mavzu bayonni ko'rib o'tamiz. Ya'ni 18-mavzu bo'yicha gaplashib ketamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. O'tgan darslarda biz antropogen ta'sirni tabiatga ta'siri bo'yicha gaplashib ketgan edik. Hammalariga ma'lum, hozirgi kunda eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omil bu insonning omili hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda insonning omilini kamaytirish hamda noyob hayvon, o'simlik turlarini saqlab qolish bo'yicha davlatlararo, mintaqalararo har xil tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qonunlar yoki bo'lmasam har xil kodekslar ishlab chiqilmoqda. Natijada noyob yo'qolib borayotgan hayvon hamda o'simlik turlari muhofazaga olinmoqda. Demak, shu bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha ko'rib ketamiz. Birinchi qilingan ishlardan bittasi qo'riqxonaning tashkil qilinganligi. Hop, qo'riqxona nima? Insonning xo'jalik faoliyati to'liq taqiqlangan hudud bu qo'riqxona hisoblanadi. Qo'riqxona quruqlik hududiga ham to'g'ri kelishi mumkin, suvlik hududiga ham to'g'ri kelishi mumkin. O'zbekiston hududida 9 taga yaqin qo'riqxonamiz mavjud bo'lib, bu qo'riqxonada tarqalgan o'simliklar, hayvonot dunyosidan inson hech qanaqa xo'jalik maqsadda foydalanib bo'lmaydi. Bu yerdagi barcha o'simliklar, hayvonot turlari muhofazaga olinishi mumkin bo'ladi. Undan keyingi muhofazaga olinadigan hudud buyurtmaxonalar, ya'ni zakazliklar deb ataladi. Buyurtmaxonalar qo'riqxonadan farqli ravishda u hududdagi o'simliklar yoki hayvonot dunyosidan foydalanish mumkin. Faqat qachon? Ma'lum bir davrda. Har doim ham emas, ma'lum bir davrda foydalanish mumkin hamda cheklangan miqdorda foydalanish mumkin bo'ladi. Bu buyurtmaxonalar. Bundan tashqari buyurtmaxonalariga siz birorta bir hayvon turiga yoki o'simliklarga buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, siz ishxonangiz yoki uyingiz atrofiga bir qarag'ay ekmoqchi bo'lsangiz, buyurtma bergan holatda zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi esa milliy bog'lar, tarixiy, estetik hamda ekologik ahamiyatga ega bo'lgan hudud milliy bog'lar, ya'ni tabiiy bog'lar deb ataladi. Bu hududning ma'lum qismi doimo ochiq kelib ketuvchilar uchun va u joyga borib insonlar madaniy hordiq olish maqsadida foydalansa bo'ladi. Lekin u hududdagi o'simliklar, hayvonot dunyosidan inson boshqa maqsadda foydalanib bo'lmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 2 taga yaqin milliy bog'imiz mavjud. Undan keyingi hududimiz esa bu tabiat yodgorliklari, ya'ni qadimiy daraxtlar, qadimiy odamlar topilgan g'orlar, masalan Teshiktosh g'orini oladigan bo'lsak, Surxondaryoda topilgan qadimiy odamlar topilgan, yoki bo'lmasam sharsharalar, geyzerlar, ya'ni qaynar buloqlar, g'orlar joylashgan joylar, mana shular demak tabiat yodgorliklari deb ataladi. Bizning hududda 400 ga yaqin shunaqa yodgorliklar mavjud bo'lib, bu hududdan insonlar demak boshqa maqsadlarda foydalanib bo'lmaydi. Mana shu eng muhim foydalangan hududlar hisoblanadi. Undan keyingi qilingan ishlar esa bu Qizil kitobning chiqarilganligi hisoblanadi. Qizil kitob qanday kitob? Qizil kitob bu unga kiritilgan hayvonlar hamda o'simliklar dunyosidan foydalanish mumkin bo'lmagan, cheklangan kitob hisoblanadi. Ya'ni qizil kitobga kiritilgan birorta bir hayvon yoki o'simlik turidan foydalanib bo'lmaydi. Ular muhofazaga olingan turlar hisoblanadi. Qizil kitob birinchi bo'lib xalqaro qizil kitob chiqqan 1966-yilda BMT tomonidan tuzilgan, demak tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi tomonidan tuzilgan kitob hisoblanadi. Keyinchalik esa BMTga a'zo bo'lgan barcha davlat o'zini qizil kitobini chiqarish kerak bo'lgan. Xususan O'zbekistonda bu qizil kitob 1979-yilda ta'sis etilgan bo'lib, birinchi nashr 1983-yilda chiqqan. Bu nashr hayvonot dunyosiga bag'ishlangan umurtqali hayvonlarga va bu turga 63 ta hayvon turi kiritilgan. Ular quyidagilar: 5 ta baliq, 5 ta reptiliya, 20 ta sut emizuvchi va 31 ta qush turini o'z ichiga oladi. Jami 60 ta turdan iborat bo'ladi. Keyinchalik esa 1984-yilda o'simliklarga bag'ishlangan jildi chiqqan. Bu kitobga 183 ta o'simlik turi kiritilgan bo'ladi. Keyinchalik ham bir qancha qizil kitob nashrlari joriy qilingan hisoblanadi. Mana shu qizil kitob bo'ladi. Qizil kitobga yo'qolib borayotgan noyob hayvonlarni tuzilishi, qayerda tarqalganligi, qirilib ketish sababi haqida ma'lumotlar kiritilgan bo'ladi. Ularning bir qanchasi bilan tanishib ketamiz. Birinchisi yovvoyi tok hisoblanadi. Tokdoshlar oilasiga mansub bo'lgan, bo'yi 30 metrga yetadigan o'simlik hisoblanadi. Dala hamda toshloq yerlarda ko'proq uchrashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'simlik asosan may-iyun oylarida gullaydi va iyuldan oktyabrgacha bo'lgan holatda meva berishi mumkin bo'ladi. Mevasi iste'molga yaroqli hisoblanadi va to'pgili, demak, ro'lak to'pgilga ega bo'ladi.
Bu o'simlikni kamayib ketish sababi shundan iboratki, inson xo'jalik faoliyatida, ya'ni chorva-mollarni boqish natijasida yoki o'tin sifatida foydalanish natijasida hozirgi kunda turlar soni kamayib ketmoqda. Undan keyingisi esa xolmon isirg'a guli, ya'ni ikkinchi nomi juma guli deb ataladi. Loladaşlar orasiga mansub bo'lgan o'simlik, bo'yi o'rtacha 150 sm atrofida bo'ladi. Guli juda ham chiroyli, qo'ng'iroqqa o'xshash tutilgan bo'ladi va soyabon to'pilga ega bo'ladi. Bu o'simlik aprel oylarida gullaydi va may oylarida urug' berishi mumkin bo'ladi. Piyoz boshidan ko'paytiriladi asosan. Bu o'simlik kamayib ketish sababi nima desa, birinchi o'rinda guli chiroyli bo'lganligi uchun yulib olinishi hamda piyoz boshi iste'mol qilinganligi uchun piyoz boshi yordamida kovlab olinishi uni kamayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Uchinchi o'simlik esa safsan xurmosi. Xurmodosh oilasiga kiradigan o'simlik hisoblanadi. O'rtacha bo'yi 15-20 metrgacha boradi. Barglari xuddi xolmon isirg'a guliga o'xshash cho'ziq shaklda 15 santimetrgacha borishi mumkin bo'ladi. Mevasi etli, qo'ng'ir qizil rangda tutilgan bo'ladi. Iste'molga yaroqli bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Ko'proq tog' yonbag'irlarda, buloqlar atrofida uchratishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'simlik kamayib ketish sababi nima desa, ko'proq tanasidan qurilish materiali sifatida foydalanish yoki chorvachilikda foydalanish natijasida turlar soni kamayib ketmoqda. Keyingisi esa hayvonot dunyosi bo'yicha ko'rib ketamiz. Birinchisi demak xongul hisoblanadi. Juft oyoqli turkumiga mansub bo'lgan xongul bo'ladi. Xongul ko'proq cho'l hududida, to'qay mintaqalarida tarqalgan bo'lib, to'da bo'lib yashovchi hayvon, ba'zida betlarda poda bo'lib yashovchi deb ketgan. 3 tadan 20 tagacha to'da bo'lib yashashi mumkin bo'ladi. Asosan gavdasi yirik bo'lgani uchun asosan bitta bola tug'adi hamda 1 yilgacha bolasi onasi bilan birga yuradi. 2-3 yoshda voyaga yetishi mumkin bo'ladi. Bular ko'proq daraxtsimon, butasimon hamda o't o'simliklari bilan oziqlanishi mumkin bo'ladi. Xongulning kamayib ketish sababi nima deydigan bo'lsak, brakonyerlar tomonidan ovlanishi hamda to'qayzorlarning kamayib ketishi natijasida turlar soni kamayib ketmoqda. Bu xongulda erkak urg'ochi juda ham farqlanish mavjud. Erkaklarida shoxi mavjud bo'lib, urg'ochilarda bu shox bo'lmaydi. Shoxlarning uzunligi 110 santimetrgacha boradi. O'zining gavdasi ham katta, 200 kilogacha borishi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda xongullar Qizilqum davlat qo'riqxonasida va Termizdagi Payg'ambar orolida saqlanib kelmoqda. Undan keyingi hayvonimiz esa yo'rg'a tuvaloq hisoblanadi. Cho'lda, tog' maysazorlarda tarqalgan qushlar qatoriga kiritiladi. 2-3 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Aprel-may oylarida tuxum qo'yadi va tuxumdan chiqqan bolasi o'rtacha iyun-iyul oylarida polapon sifatida uchib mustaqil hayot kechirishi mumkin bo'ladi. Yo'rg'a tuvaloq o'zi noyob qush hisoblanadi va Qizilqum davlat qo'riqxonasida noyob tur sifatida muhofazaga olingan turlar hisoblanadi. Demak, mana shu qizil kitob va ular haqida ma'lumotlar bo'ladi. Demak, savollaringiz bo'lsa, izohlarni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darslarda 6-sinf botanika bo'limi bo'yicha mavzuni davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.